Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videomizda sizlarga Damas podsos ko'pchilik qiynab yotirgan datchik, podsos datchik neda turadi bu? Kalkulyatorning tayinida hozir bu kolobkaning teskari tarafi klapon qo'yilyapti bunga. Proterka bo'lib turibdi bu. Hozir shuni sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu yerda tramblyorning yonida, orqa tarafida, past tarafida turadi bu datchik. Mana steker bilan ulanib turadi. Mana bu yerdan metan reduktori suv aylanish uchun shlanka chiqadi shu yerdan. Shu ko'pchiligimizni qiynab keladi shu narsa. Tiqib qoladi. Endi hozir buni testirib razvonga qo'yib olamiz qarshilikqa. Ko'ramiz hozir buni ishlash prinsipini. Massaga birsini, hozir 0.8 ohm ko'rsatyapti. Endi hozir buni qizdirib ko'ramiz yechib. Buni ishlash prinsipi hozir birlashib qoldi bu почти. Mana bu qizgan payti o'zini 0 uzib beradi. Mana bu blokdan tokni uzib beradi. Qizgan payti naborot bo'ladi bu. Qizgan payti tokni uzib beradi. Hozir yechib olib sinab ko'ramiz. Mana yechib oldik buni. Qaranglar, buning vazifasi hozir 1. Mana o'zidan o'zi o'tkazib turibdi hozir buni. Ko'rib tursizlar. O'zidan o'zi o'tkazib turibdi hozir. Buni qizdiramiz hozir. Keyin tekshirib ko'ramiz. Qizdiramizdan keyinchalik tekshirib ko'ramiz hozir buni. Hozir qizdirib ko'ramiz buni. Testerimiz ham batareyasi o'tiribdi mana. Mana ko'rgan bo'lsangizlar 0 da uzib berdi hozir bu. O'rtada birlashib turgan narsani simda uzib berdi. Qizgan paytida shunday bo'lib turibdi yana. Sovuq holatga kelsa, yana ana podsosga minus tok berib turadi-da bu. Qizigandan keyin shu minus tokni uzib yuboradi, podsos orqaga qaytib ketadi o'zi avtomatik. Shuning uchun bu. Hozir buni muzlatsak, mana suv quyib ko'ramiz hozir, yana birlashadi hozir. Qaranglar, hozir sovuq suv quyamiz buni. Mana signalni qo'yamiz yana. Qaranglar. Sovuq suv quygandan keyin birlashib qoladi hozir bu yana. Ana. Qizigandan keyin naborot qo'shib qoladi. Uzib tashlaydi. Sovuq holatga kelsa, mana shuning uchun podsos tortgan paytimiz turadi bu. Mana shu narsa ishlamasa ham podsosni o'zi ishlamaydi. Shuning uchun hadeb podsosni remont qilaverish shart emas. Video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lsa, bir like bosamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kerakli foydali videolar chiqarib boramiz qo'ldan kelgancha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bir like qo'yamiz.